Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo barchamizni o'zini bayti sari bosgan qadamlarimizga ajr va hasanatlar ato aylasin. Azizlar, shu jamoatimiz tomonidan namozxonlarimizning orasida shu zakotga taalluqli bo'layotgan masalalar yuzasidan tushayotgan savollarni e'tiborga olib, shu tarovih namozlarida inshaalloh qisqa bo'lsa ham shuni masalalarni aytib boramiz. Bu foydadan xoli bo'lmaydi. Biri bo'lmasa biri qulog'imizga kirib qolsa, o'zimizga ham qolaversa, yon atrofimizga ham biror bir masalani yetkazishida bir yordamchi bo'ladi. Bilmasdan o'tib ketganimiz o'zimiz uchun u bahona bo'lmas ekanda, inson namoz o'qimasligi uchun bilmasdim deyishlik bilan qutulmas ekan. Yoki zakot bermasligini bilmasdim, eshitmagan edim, xabarim yo'q edi deb qutulib qolmas ekan. Shuning uchun bu muhim mavzu bo'lganligi uchun albatta buni baholi qudrat, shu fiqhiy masalalari qaysi moldan beriladi, qanaqa odam beriladi, kimga beradi, bu juda ham ko'p ma'lumotni o'zining ichiga olgan. Shuning uchun baholi qudrat, qolaversa bilganlarimizga, biladigan odamlar bo'lsa ularga takror bo'ladi, bilmaganlarga ilm bo'lib qoladi. Qisqa shu tarovih namozigacha ma'lumotlarni berib boramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo Qur'oni Karimda zakotni farz qildi. Oyat bilan vorid bo'ldi. Alloh Qur'onda aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va aqimus solata va atuz zakata va ati'ur rasula la'allakum turhamun." Ya'ni namozni qoyim qilinglar, zakotni beringlar va rasulga itoat qilinglar, shoyatki rahm qilinsangizlar deb Alloh marhamat qilgan. Mana shu oyat karimada Alloh taolo 3 ta buyruqni aytayapti. Namozni ado qilishlik, zakotni ado qilishlik va payg'ambarga itoat qilishlikni Alloh taolo buyuryapti. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga yana buyruq nuqtai nazardan zakot olishlikka buyurgan. Alohida insonlarni ham zakot berishlikka buyurib, hatto payg'ambar alayhissalatu vassalomga alohida yana ta'kidlab, Alloh Qur'oni Karimda Bismillahirrohmanirrohim "Xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha." Ya'ni ey Muhammad alayhisalom, ularni mollaridan zakotlarini oling va ularni o'zlarini va mollarini u bilan poklang deydi Alloh taolo. Ya'ni zakotni qirdan birini boylardan, qodir bo'lgan insonlardan zakotini olishlik bilan bir qatorda ularni o'sha zakot bilan ularni poklang. Ular o'zlarini poklab olsin. Zakot molini chiqarib, mollarini va jonlarini ular poklab olsin deb Alloh taolo Qur'oni Karimda bayon qilgan. Zakotni rukni nima? Zakotni qanday shartlari bor? Buni rukni nimadan iborat deyilsa, zakotni rukni bu tamlik deyiladi, ya'ni mulkka ega bo'lishlik. Zakot sifatida beriladigan molni o'sha Qur'on va hadisda ko'rsatilgan toifadagi shaxslarga mulk sifatida berishligi bu zakot deyiladi. Zakotning rukni mana shu insonni boylik nisobiga yetgan molidan ulushini chiqarilishligi va chiqarilgan molni birovga mulk sifatida berilishligi mana shu zakotning asosiy rukni hisoblanadi. Shu narsa agar qoyim bo'lmasa, mana shu hozirga aytilgan gap, shu masala agar qoyim bo'lmasa, bu zakot bo'lmaydi. Zakotni farz bo'lishligiga nechta shartlar bor debdi. Ya'ni zakotning qanday shartlari bor deysa, ulamolarimiz zakotni ba'zilari 10 ta degan ekanlar, yana bittalari 11 ta degan ekanlar. Bu 10 ta bo'lgan sharti 6 tasi zakot beruvchiga taalluqli, 4 tasi molga, ya'ni zakotga tegishli bo'lgan, zakot beriladigan molga taalluqli bo'lgan shartlar. Bittasi zakot berishlikka molik bo'lgan insonni zakotga taalluqli bo'lgan masalani bilishligi shart degan ekanlar. 11-si deb. Shuning uchun mana bu mavzuda albatta biz ko'p narsani o'rganishimiz kerak. Juda ham kamchiliklarimiz ko'p. Hali qanday mollardan beriladi, qaysi mollardan berilmaydi, qaysi molimiz bizning hojati asliya bo'ladi, qaysi mollar tijoriy zakot berishlikka molik egador bo'lgan mollar hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda zakot oladigan odamlarning sinfi kim? Qaysi odamlar zakot beradi? Qaysi odamlar zakot olsa bo'ladi-yu, qaysi odamlar zakot olsa bo'lmaydi?
Mabodo olib qo'ygan bo'lsa nima qilinadi? Bular juda katta mavzu. Shuning uchun imkon qadar tarovih namozlaridan oldin mana shuni mavzularini baholi qudrat shu masalalarni yetkazib borishga harakat qilamiz. Chunki bu juda muhim ekan. Agar bilmasak, eshitmasak o'tib ketaverar ekanmiz-da. Biri bo'lmasa, biri qulog'imizga kirib qolsa, hech bo'lmaganda o'zimizni boshimizga tushmasa ham bitta birodarimizni xatosini to'g'rilab qo'ysak, o'sha to'g'rilab qo'yganimizga ham savob olamiz. Shu masalalar mana ro'za haqida qancha hukmlarni o'rganib oldik. Zakot beruvchi odamga tegishli bo'lgan shartlar 6 ta deyildi. Bu birinchisi zakot beradigan odam avvalo ozod bo'lishligi, ya'ni hur bo'lishligi. Qul bo'lmasligi, birovga qaram bo'lmasligi shart qilinadi birinchisi. Ikkinchisi musulmon bo'lishligi. Zakotni musulmon bo'lmagan odamdan talab qilinmaydi, musulmon bo'lmagan odamga u farzand bo'lmaydi, chunki u zakot nimaligini ham bilmaydi. Uchinchisi oqil bo'lishligi, ya'ni aqlli bo'lishligi. Aqli zaiflarga zakot berishlik farz emas. Aqlida noqisligi bo'lgan insonlarga zakot berishlik bu farz bo'lmaydi, balki zakot beradigan odam aqli raso bo'lishligi, aqli to'la bo'lishligi shart qilinadi. To'rtinchisi zakot beradigan odam balog'atga yetgan bo'lishligi shart qilinadi. Balog'atga yetmagan yoshlarni zakot berishligi farz emas. Yosh bolalarda ham zakot miqdoridagi pul bo'ladimi desa, ha pul bo'ladi. Qanday qilib desa, yaqindan ota-onalaridan qolgan meros tufayli ular bir vaqtda o'zida boy bo'lib qoladi. Otasi, onasi u balog'atga yetmasdan vafot qilib qolsa, ancha-muncha zakotga nisobiga yetadigan darajadagi pul to voyaga yetguncha yillar uning qo'lida bo'ladi. To balog'atga yetguniga qadar o'sha bolani otasidan yoki onasidan qo'liga tushgan merosidan, egalik qiladigan merosidan to balog'atga yetgunicha bermaydi. Bolani o'zini mulki bo'lib turadi. Balog'atga yetgan yilidan boshlab keyin zakot berishni boshlaydi. Demak, to'rtinchisi balog'atga yetgan odam bo'lishligi kerak. Beshinchi zakot beruvchiga taalluqli bo'lgan shartlar nisob miqdoricha mol-mulkka ega bo'lishligi. Ya'ni mulk egasi zakot beradigan odam qo'lidagi puli haqiqiy nisobga yetgan, shariat belgilab bergan 85 gram tilla miqdoridagi mulkka egador bo'lishligi shart qilinadi. Bunga yetmagan odamga nisob shart bo'lmaganligi uchun, yetib bormaganligi uchun unga farz bo'lmaydi. Oltinchisi nisobga yetgan mol-mulkka to'liq molik bo'lishligi, ya'ni egalik qilishligi. Ya'ni egalik deganda shu moli birovga qarashli bo'lish kerak emas. Bu odam mana mol seniki desa-yu, lekin uni egalari boshqa bo'lsa, to unga hali yetib kelmagan bo'lsa, hukman hali uniki deb isbotlanmagan bo'lsa, rasmiylashtirilmagan bo'lsa, ya'ni hukman shu odam mana shu mol meniki deydigan darajaga yetmagan bo'lsa, unda u mol egasi bo'lmaydi. Shunga misol keltirib, ayollarning mahrini ham misol keltirilibdi. Masalan, er xotin yangi turmush qurayotgan vaqtida er aytdiki, 100 gram tilla beraman dedi mahriga. 100 gram tilla beraman, lekin bermadi. Ayol shunga rozi bo'ldi-da, nikohi o'qilindi. To'y o'tgandan keyin endi bu ayol shu tayin qilingan mahrga zakot beradimi yoki yo'qmi desa, to eri unga bermaguncha bu ayol zakot bermaydi. Nega desa, hali uni qo'liga olmadi. U mulkni er tomonidan va'da qilindi, lekin u to qodir bo'lib bermagunicha, ayoliga qo'lniga topshirmaguncha bu ayol nima qilmaydi? Mulkka egadorlik bo'lmaganligi uchun zakot chiqarib bermaydi. U hayolda menga erim beradi degani bilan hali u bermadi. Shuning uchun hukman nima bo'lish kerak ekan? To'liq mulkka egadorlik bo'lishligi bu zakot berguvchining 6-sharti hisoblanadi. Endi 4tasi beriladigan zakotga taalluqli bo'lgan shartlar. Birinchisi qaysi mollardan beriladi desa, moli nisobga yetgan bo'lishligi. Ya'ni shunday molki, u nisob 85 gram tilla miqdoridagi qog'oz pul bo'lsin, u plastik kartochkada bo'lsin, hisob raqamda bo'lsin, u nisobga yetgan mol bo'lishligi. Ikkinchisi asli ehtiyojdan tashqari bo'lgan, qarzdan xoli bo'lgan mol bo'lishligi. Asli mol deb, bu asli ehtiyoj deb o'zini ishlatib turgan buyumlari, ishlatib turgan, yashab turgan uyi, minib turgan mashinasi, sog'ib turgan sigiri, bular ishlatib turilganligi uchun yemiriluvchi ehtiyojga taalluqli bo'lgan mollar hisoblanadi. Mana shulardan, qarzlardan xoli bo'lgan mol bo'lishligi
Bu ikkinchi sharti. Uchinchisi, zakot beriladigan mol haqiqatdan ham va hukman ham o'sib ko'payib turadigan mol bo'lishligi. Haqiqatdan o'sib turuvchi degani bu molga tijoriy mollar hisoblanadi. Tijoratdagi mollar oziq-ovqat mahsuloti bo'ladimi? U qurilish mollari bo'ladimi? Mahsulotlarning turi ko'p. U haligi gazlama bo'ladimi, mato bo'ladimi, benzin bo'ladimi? Har qanaqa mahsulot bo'lsin, tijorat uchun olingan mahsulotmi? Demak, u mahsulotga 85 gram tilla qiymatidagi mahsulot bormi? O'sha moldan beriladi. Tijoriy molga tikilgan birovni masalan oziq-ovqat do'koni bor, hisoblasa 85 gram hozirgi kundagi o'sha 40 millionga egadorlik mulki turibdi o'sha magazinda. Shuni oborot qiladi, 40 millionlik puli o'sha rastalarda turibdi. Biri yog', biri shakar, biri un, har xil. Shularni hammasini hisoblaydi. 40 millionga yetgan bo'lsa, shu odamni 1 yil miqdorda turgan bo'lsa, muddat ichida. Mana shu do'konidagi narsalarning hisobidan tijoriy mollar bo'lganligi uchun uni 40 dan birini zakot qilib chiqarib beradi. Bu haqiqatdan o'sib turuvchi mol hisoblanadi. Endi hukman o'sib turuvchi mol nima desa, u endi pul ko'rinishidagi narsalar. U tilla bo'lsin, u kumush bo'lsin, u dollar bo'lsin, yoki so'm bo'lsin, yoki har bitta o'sha davlatning o'zining puli bo'lsin, bular hukman o'sib turguvchi ribaviy mol hisoblanadi. Ribaviy o'sib turguvchi, o'sishlikka moyil bo'lgan. Birov masalan bu o'smadi-ku, o'tgan yil ham 40 million edi, bu yil ham 40 millioncha turibdi. Namatdagida. O'smadi-ku desa, yo'q, o'sishlik kerak edi, siz o'stirmadingiz. Uni o'stirishingiz kerak edi. O'zi o'sishlikka moyil bo'lgan pul edi, siz uni saqlab qo'ydingiz, turdi joyida. Aslida u ribaviy mol. U dollar ko'rinishida bo'ladimi, so'm ko'rinishida bo'ladimi, u ko'payadigan jinsi shunday bo'lganligi uchun undan ham chiqarib beriladi. 4-sharti nisobga yetganiga 1 yil to'lgan bo'lishligi. Ya'ni bir odamni nisobga yetgan 40 million puli o'tgan yili shu oy masalan fevral oyida yo'q edi. O'tgan yili mart oyida 40 million puli tushdi-da, 38 ming, 39 ming, 39 million, 40 million bo'ldi-da. Mart oyidan boshlab keyingi mana bu yilga kelgan mart oyigacha shu insonning qo'lida 40 million pul uni qaramog'ida bo'lib turibdi. Uni mulki bo'lib turibdi. U dollar ko'rinishida bo'lsin, plastik kartochkasida bo'lsin yoki hisob raqamida bo'lsin, shu mahsulot 1 yil davomida shu odam shunga egalik qilib turibdi. Demak, mana shu mol egasi endi zakot berishligi farz bo'ladi. Demak, bundan ma'lum bo'ldiki, 6 tasi zakot beruvchi odamning shaxsini o'ziga taalluqli, 4 tasi zakot beriladigan molga taalluqli bo'lgan shart. Ulamolarimiz 11-si yana bitta shartni qo'ygan ekanlar. Bu shart zakotni farz ekanligini bilishlik ilmi degan ekanlar. Shu ilmni bilishlik ham shart degan ekanlar ulamolar. Bolam biladi-yu, otam biladi-yu degan bilan qutulmas ekan. Ilmi hol deyiladi shariatimizda, har bir insonni holati taqozo qiladigan amalga taalluqli bo'lgan ilmlarni egallashligi farz hisoblanadi. Bir odam balog'atga yetdi, qo'lida puli bor. Demak, shu odam, shu bola balog'atga yetgan kunidan boshlab qo'lidagi mulki haqida zakot berishlik ilmiga ega bo'lishligi farz hisoblanadi. Balog'atga yetgan kunidan boshlab namoz farz bo'ladi. Namozni ilmini bilishligi shart hisoblanadi. Xuddi shu kabi moli bor odam qanday biznes qilishi, pul topishi o'rgangan odam uni qanday zakot chiqarishligini ham bilishlik ilmini egallashligi shart hisoblanadi. Bo'lmasa javobgar bo'ladi. Xuddi shu ma'noda aytgan ekanlarki, agar debdilar musulmonlarning orasida yashaydigan bir odam zakotni farz ekanligini bilmasligi bu uzr bo'lmaydi debdilar. Musulmonlarning orasida yashaydi-yu, lekin shu zakotni farz ekanligini bilmasligi uning uchun uzr bo'lib, bilmasdim, endi boshqa yerda uyda men tirikchilik yuravergan ekanman deyish uzri o'tmaydi degan ekanlar. Xo'p, o'tmagan bo'lsa, endi bu odam qutulib qoladimi desa, ulamolar aytgan ekanlarki, agar musulmonlarning orasida yashaydigan odam zakoti farz bo'lgan-edi-yu, yillar mobaynida berib yurmadi, agar bunday kishi bir necha yil davomida zakotga yetadigan mablag'i bo'la turib agar zakotini bermagan bo'lsa, o'sha o'tgan necha yil qoldirgan bo'lsa, hammasini beradi degan ekanlar. O'sha bilgan kunidan boshlab necha yil davomida o'sha tijoratini qildi, biznesini qildi-yu, lekin zakotini bermay yurdi. Vaholanki o'sha musulmonlar bilan aralashib yurardi.
qo'shnisi musulmon edi, oila a'zolari musulmon edi, ha desa men ham musulmonman derdi-yu, lekin ilmi yetmasdan bermay yuradi. Musulmonlarning orasida yurgan odam bo'lib, zakotini kechiktirib yurgan odam avvaliga qoldirilgan har bir yeriga zakotini chiqarib beradi degan ekanlar. Endi ikkinchi holati shuki, musulmonlar orasida yashamaydigan kishi, ya'ni yon atrofi jamiyati musulmon bo'lmagan-u, keyin bir musulmonlik yetib yoki bo'lmasam uni xabari bo'lib o'zi musulmon edi-yu, lekin zakot haqida ilmi yo'q edi. Yon atrofida zakotga taalluqli bo'lgan ilm olishligini imkoni ham yo'q edi. Yon atroflari musulmondan tashqari bo'lgan odamlar edi. Bunga misol debdilar, tundra yurtlari debdi. Umuman dindan ham uzoq bo'lgan yurtlar. Ana o'shalargina uzr bo'ladi degan ekanlar. Din sivilizatsiya yetib bormagan, xabar yetib bormagan, ma'lumot, ilm yetib bormagan joyda yashab yurgan bir odam musulmon bo'ldi-yu, u musulmon odamga aytaylik qo'lida nisobi yetgan pul mablag'ga ega bo'lib qoldi. Ana endi shu odam debdilar. Bir necha yillardan beri shu zakotiga qo'lida mablag' bor edi, lekin zakotini farzligini bilmay yurgan edi. Oradan necha bir yil o'tgan bo'lsa ham, keyin zakot farzligini bilsa, o'tgan yillar uchun bu odam endi zakot bermaydi. Shu odamgina uzrli bo'ladi. Nega desa, u avval bilmas edi. Bilishligini imkoni ham yo'q edi. Yon atrofidagilar musulmon emas edi. Musulmon ma'lumoti ham yo'q edi. Mana shu odamgina avvalgi yillardagini bermaydi. Lekin hozirgi bizni aytaylik jamiyatimizda musulmon o'lka, musulmon diyor, musulmon obod yurtda yashab, lekin necha yillardan beri pullarni bosib tijoratini qilib yuribdi-yu, dangasalik qilib ilmdan uzoq bo'lib musulmonman deb yuradi-yu, lekin zakotini bermasdan yurgan musulmon odamga ma'lum bo'ldi. Masalan, shu yildan beri menda shuncha pul bor edi, bilmas ekanman, bermagan ekanman desa, bu odamga aytiladiki, siz musulmon edingiz. Bu ilmini egallashingiz farz edi, lekin shunga siz dangasalik qilib, beparvolik qilib o'rganmabsiz. Endi sizni o'sha avvalgi qoldirgan yillardagi nisobga yetgan pullaringizni ham qirdan birini har yili chiqarib berasiz deb shariat uni zimmasiga yuklaydi. Demak, mana bu narsa biz uchun muhim. Albatta mana shu masalalarga ham e'tibor qaratib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Alloh hammalarimizni bu zakot ilmlarini o'rganishligimizda, zakot ibodatlarini ado qilishligimizda o'zi bizlarga tavfiq bersin. Rushda hidoyatda sobit qadam qilsin. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk.